Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, meni ko'rayotgan O'zbekiston xalqi. Mana ichki ishlar xodimlarining ayollarga bo'lgan hurmati, ehtiromi. Buni ko'rib faxrlanasan. Demak, O'zbekistonimizdagi mana shunaqa bag'ridorya, mehrli, oqibatli insonlar borligidan Allohimga hamd sanolar bo'lsin. Shunday yurtning farzandi bo'lganligimdan, men turmush o'rtog'i bo'lganimda faxrlan. Sababi ichki ishlar xodimlariga niski poklon boshimizda ekib ta'zim qilamiz. Chunki vatanimizda shunaqa insonlar bor ekan, yurtimiz tinch, osoyishta va barqaror bo'ladi. Hammalaringizga bugungi 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bayrami bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Sizlarga oilaviy tinchlik, ishlaringizga muvaffaqiyat, hamisha yurt xizmatida xizmat qilishda Alloh sizlarga madadkor bo'lsin. Bugungi ro'za Ramazonning 8-kuni O'zbekistonimizdagi 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bayrami bilan siz ichki ishlar xodimi rahbarlarini, xodimlarini chin yurakdan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi sifatida tabriklayman va sizlarga hamisha kuch-quvvat, yurtimiz xizmatida, charchamaslikda, vatanparvarlik ruhida yoshlarga ibrat bo'ladigan haqiqiy xodim bo'lishingiz va yurtning xizmatida charchamasligingizda Alloh madadkor bo'lishi, general bo'lganingizda ham shunaqa kamtarlik sizlarni hech qachon tark etmasin. Rahmat sizlarga. Ana endi ichki ishlar yo'l patrul xizmat xodimlariga o'zingiz tilaklaringizni bildirib olsangiz. Avvalambor sizlarga hamisha yurtning hurmatida bo'lgan xodim bo'lib qolishingizda, oilangizning baxtli, suyukli yori bo'lishingizda, farzandlaringizning faxrlanadigan, g'ururli, haqiqiy dadajonisi bo'lishingizda Alloh sizlarga madadkor bo'lsin. Yurtimiz uchun xizmat qilishda charchamangizlar. Rahmat sizlarga.